Farg'onada 100 ga yaqin xonadonni suv bosdi. Rossiya armiyasi Ukrainada 116 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni yo'qotdi. Tuapseda yong'in tutuni fonida dengizni neftdan tozalashmoqda. Suratlar. Uxlasak tishlaydi. G'azo lageridagi bolalarga kalamushlar hujum qilmoqda. Urushmoqchimisan? Zelenskiyning Belarusga yo'llagan tahdidi G'arbni hayratda qoldirdi. AQSh Germaniyani do'stlari safidan chiqarmoqda. Endi esa batafsil. Rossiya armiyasi Ukrainada 116 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni yo'qotdi. ISV Rossiya qo'shinlari aprel oyida Ukrainaning 116 kvadrat kilometr hududi ustidan nazoratni yo'qotdi. Bu haqda AQShning urushni o'rganish instituti 2-may kungi hisobotida ma'lum qildi. Tahlilchilarga ko'ra, 2024-yil avgustida Ukraina Kursk viloyatiga bostirib kirganidan beri ilk bor Rossiya armiyasi jang maydonida sof hududiy yo'qotishga uchradi. Rossiyaning jang maydonidagi oldingi siljish sur'ati 2025-yil noyabrdan beri pasayib bormoqda. Chunki Ukrainaning quruqlikdagi qarshi hujumlari, o'rta masofali zarbalari, armiyaning Starlink terminallaridan foydalanishi to'xtagani va Kremlning Telegramga kirishni cheklashi armiyadagi mavjud muammolarni yanada kuchaytirdi. Tahlilchilarning qayd etishicha, ilgarilash sur'atining pasayishiga mavsumiy ob-havo ham ta'sir qilgan. Ukrainada 2025-2026-yilgi qish avvalgi yillarga qaraganda sovuqroq va ancha namroq kechdi. Natijada mart-aprel oylarida qishki muzlarning erishi va bahorgi loygarchilik sabab texnikalar botib qolgan. Rossiya qo'shinlarining harakati sekinlashdi. Shu bilan birga may va iyun oylarida issiq ob-havo sababli Rus armiyasi oldingi siljishi ehtimoli inkor etilmayapti. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Farg'onada 100 ga yaqin xonadonni suv bosdi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida 90 dan ortiq uyni suv bosdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qilgan. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-may kuni soat 21:41 da 112 tizimi orqali Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida tumanning Foruq Dasht, Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inlarining ayrim ko'chalaridagi 90 dan ortiq aholi yashash xonadonlarining tomorqalariga yomg'ir suvlari kirgani to'g'risida Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shu zahotiyoq hodisa joyiga Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat va tuman hokimligi vakillari yetib borib, hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda deya xabar qilgan. Qayd etilishicha, bartaraf etish ishlariga barcha zarur kuch va vositalar jalb qilingan. Vaziyat to'liq nazoratga olingan. Ushbu hodisa oqibatida fuqarolar orasida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur vaziyat oqibatlari qisqa vaqtda bartaraf etiladi, deyiladi xabarda. Tuapseda yong'in tutuni fonida dengizni neftdan tozalashmoqda. Suratlar. Rossiya janubida yana ekologik vaziyat yuzaga keldi. Bu safar urush tufayli. Neft yomg'iri butun Tuapseni qurum bilan qoplagan. Shaharda nafas olish qiyinlashgan. Aprel oyi o'rtalaridan boshlab Ukraina Tuapse bo'ylab bir necha bor zarba berdi. Bu zarbalarning asosiy nishoni mahalliy neftni qayta ishlash zavodi hamda u bilan birga kompleksni tashkil etuvchi dengiz terminali bo'ldi. Natijada Tuapseda ekologik falokat yuzaga kelgan. Neft obyektlaridagi yong'inlar hamda neft mahsulotlari Tuapse daryosiga va Qora dengizga to'kilishi tufayli. Ukraina dronining 1-may kuni so'nggi hujumi oqibatida chiqqan yong'inni ham o'chirishga qariyb 2 kun vaqt ketdi. Shu bilan bir vaqtda shaharda dengizni neft mahsulotlaridan tozalash ishlari olib borilmoqda. Tuapse shahri ma'muriyat rahbari Sergey Boyko plyaj 1-iyunga qadar tozalanishini va shahar kuror mavsumiga tayyor bo'lishini va'da qilmoqda. Urushmoqchimisan? Zelenskiyning Belarusga yo'llagan tahdidi G'arbni hayratga qoldirdi. X ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari Vladimir Zelenskiyning chegaraning Belarus tomonidagi go'yoki g'alati faollik uchun Minskka javob qaytarish bilan tahdid qilgan bayonotini faol muhokama qilmoqdalar. Endi Belarus bilan urushmoqchimisan? Urinib ko'r. Ukrainadan asar ham qolmaydi. O'z odamlaringni go'sht qiymalagichga tashlashni bas qil, deya fikr bildirdi tarmoq faoli.
Aftidan yozning oxiriga borib Ukraina hududi kichiklashadi, deb hisoblaydi yana bir foydalanuvchi. Urushni to'xtat, kelishuv tuz. Ukrainaga tinchlik va saylovlar kerak. Mindich bilan bog'liq janjaldan keyin sen iste'foga chiqishing lozim, deya chaqiriq bilan chiqdi yana bir tarmoq faoli. Ikki frontda urush olib borish Ukraina uchun halokatga aylanadi, deya ta'kidladi. Zelenskiy rejimining so'nggi nafasini olayotganini ko'rishdan xursandman. Bu tartibsizlik tez orada tugaydi yoki vaziyat yanada keskinlashadi va Zelenskiy rejimi hamda afsuski Ukrainaning yo'q qilinishi bilan yakunlanadi, deya xulosa qildi tarmoq faollari. Uxlasak tishlaydi. G'azo lageridagi bolalarga kalamushlar hujum qilmoqda. G'azoda falastinliklar yashayotgan chodir lagerlarida kalamush va sassiq ko'zanlar ko'paydi. Ular tunda bolalarga hujum qilib, ularning qo'l va oyoqlarini tishlamoqda. Bu haqda Reuters xabar qildi. Aholi kalamushlar ularning buyumlarini kemirayotgani va kasallik tarqalayotganidan xavotirda. Isroil hujumlari sababli G'azoda 2 milliondan ortiq aholining aksariyati o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hozirda ular vayron bo'lgan uylar yoki vaqtinchalik chodirlarda hayot kechirmoqda. Xon Yunusdagi lagerda yashovchi 20 yoshli Amani Abu Selmi to'ydan bir necha kun oldin kemiruvchilar uning kiyimlari va marosim buyumlarini kemirib tashlaganini aytdi. U to'y uchun kiyiladigan kashta tikilgan ko'ylagida teshiklarni aniqladi. Xursandchiligim qayg'uga aylandi. To'y buyumlarimdan ayrildim. Chodirda yashovchi Halil al-Mashharaviyning so'zlariga ko'ra, kalamush 3 yoshli o'g'lining qo'l va oyoqlarini tishlab olgan. 24-aprel kuni uning o'zini tishlagan. U rafiqasi bilan tunda navbatchilik qilib, bolalarni kalamushlardan himoya qilayotganini aytdi. Ular bizga uyquda bo'lgan paytimiz hujum qiladi. Kalamushlar 1-2 kun g'oyib bo'lishi mumkin, keyin yana ko'rinish beradi, dedi G'azo shimolidagi Tufa mahallasidagi xarobalarda oilasi bilan yashayotgan 26 yoshli al-Mashharaviy. Tunda uxlay olmaymiz. Agar uxlasak, bolalarni tishlaydi, bizni bezovta qiladi. Sassiq ko'zan va kalamushlar juda ko'p. Bunga chidab bo'lmaydi. Kalamushlar kiyimlarimizni teshib, unimizni yedi, dedi G'azo shahridagi chiqindi poligoni yonida 4 nafar farzandi bilan yashaydigan Rizq Abu Laylo. AQSh Germaniyani do'stlar safidan chiqarmoqda. AQSh Germaniyada uzoq masofali qurollar joylashtirish rejasini qayta ko'rib chiqadi. Bu haqda FT xabar qildi. Nashr manbalariga tayanib yozishicha, Washington Germaniyada Tomahawk raketalari bilan jihozlangan uzoq masofali batalyon joylashtirish qarorini qayta baholamoqda. Bu qaror AQSh harbiy kontingentini qisqartirish fonida qabul qilinishi mumkin. Manbalarga ko'ra, Germaniyadagi amerikalik harbiylar sonining kamaytirilishi uzoq masofali qurollarni, jumladan Tomahawk raketalarini joylashtirish rejalarini xavf ostiga qo'ymoqda. Ushbu tizimlar NATOning Rossiyaga nisbatan tiyib turish strategiyasini kuchaytirish uchun mo'ljallangandi. Qayd etish joiz, AQSh 2024-yil iyul oyida 2026-yilda Germaniya hududida kema olti va Tomahawk raketalarini vaqtinchalik joylashtirishni rejalashtirayotganini e'lon qilgan. Bundan tashqari, o'sha paytda hali ishlab chiqish bosqichida bo'lgan gipertovushli qurollarni ham joylashtirish rejalashtirilgan edi.